dinimizda u muridlardan yoki atbolardan, o'ziga o'sha shogirdlardan va hokazo bu narsalardan foydalanish u yoqda tursin, aslo iloji boricha nimadan qaytarilgan? Foydalanmaslikka targ'ib qilingan. Shuning uchun ustozlarimiz, shunday ustozlarni ko'rdik. Ustozlarimizning orasida Alloh taolo umrlarini uzoq qilgan bo'lsin, hammamizni ularning ilmidan foydalantirsin. Shunday ustozlarni ko'rdikki, aslo shogirdlari dasturxonga chaqirsa, borishdan nima qiladi? Bosh tortadi. Berayotgan ilmimni ajrini o'sha dunyoda olib qo'ymay, borib shular maishat qilib yeb, dasturxondan yeb, evazini shu dunyoda olgan bo'lmay, oxiratga qolsin deb borishdan bosh tortadigan ustozlar bor. O'zi tushib bozorda savdo qilishdan bosh tortadigan ustozlar bor. Ha desa hamma taniydi. Ha falonchi ustoz kelibdi, falonchi shayx kelibdi, falonchi domla kelibdi, tushirib beradi, arzon qilib beradi, boshqa qiladi. Ha biz dinimiz bilan yemaymiz deydi. Shuning uchun boshqa odamni yollab bo'lsa ham tushirib bozorlik qildiradi. Nimaga? Shu odamlar qatori sotib olay. Dinim bilan emas, shu dunyom bilan sotib olay deb. Aytmoqchi bo'lganim, demak, aslida nima? Biror narsa kutmasligi. Payg'ambarlar doim ummatiga aytgan so'z nima? In ajriya illa alalloh. Ajrim faqat Allohning zimmasida. Ajrini faqat Allohdan kutaman degan narsa bo'lgan ularda. Atvolarda masalan bu narsa foydalanish, aslo dinni dunyoga vasila qilish bu islomga zid bo'lgan amallardan.